immunitetingizni o'ldirmoqchi bo'lsangiz, davleniyangiz ko'tarilishini xohlasangiz, umuman sog'lig'ingizda yana bir talay muammolar kerak bo'lsa, kam uxlang. Nega? Videoni oxirigacha ko'ring. Kam uxlash bu shunchaki bugun kam uxladim, hech qisi yo'q deb beparvo bo'ladigan holat emas. Surunkali kam uxlash nimalarga sabab bo'ladi? Miyaning faoliyati sekinlashadi. Miyamiz esa faqat uyquda toksinlardan, masalan, Alsgeymer kasalligini chaqiruvchi beta-amiloiddan tozalanadi. Xotira hamda diqqat yomonlashadi. Uyqu aslida kunduzi olingan ma'lumotlarni arxivlash vaqti ham hisoblanadi. Kechasi kam uxlasangiz, miya vaqtinchalik xotiradan doimiy xotiraga ma'lumotlarni o'tkaza olmaydi. Hurmatli talabalar, abituriyentlar, imtihon oldidan tun bo'yi o'qishingiz aslida umuman befoyda harakat. Gormonlar izdan chiqadi. Uyqu yetishmasa, stress gormoni kortizol ko'payadi. Aksincha, to'yish hissini beruvchi leptin gormoni kamayib ketadi. Natijada doimiy ochlik, shirinlikka o'ta ruju qo'yish hamda vazn kundan kun ortishi обеспечено. Yurakka katta nagruzka. Bunaqa nagruzka hisobiga davleniya ko'tariladi. Yurak tez ura boshlaydi. Qon tomirlarining elastikligi yomonlashadi. Bir necha kun davomida kam uxlash infarkt xavfini qariyb 50% ga oshiradi. Immunitet tushib ketadi. Bor yo'g'i 2-3 kun davomida to'yib uxlamaslik natijasida immunitet hujayralarining faolligi 70% ga pasayib ketadi. Tana oddiygina shamollashga ham qarshi tura olmay qoladi. Emotsiyalar nazoratdan chiqadi. Miyadagi qo'rquv hamda g'azabni boshqaradigan qismi ustidan nazorat butunlay yo'qoladi. Shuning uchun kechasi to'yib uxlamaydigan odamlar har narsaga asabiylashaveradi, o'ta jahldor bo'lib qolishadi. Ertangi kuningiz yaxshi kayfiyatda, samarali o'tishini xohlasangiz, teran aql, mustahkam xotira hamda pozitiv emotsiyalar kerak bo'lsa, unda bu kecha albatta uyquga erta yoting va to'yib mazza qilib uxlang. Sog'liq haqida yana ko'proq bilishni istasangiz, meni Telegram kanalimga o'ting.